Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli savatdoshlar. Yaxshimisizlar, qadr qahvalarlar. Biz mushu diniy o'quvchilarningki o'zaro bir suhbatlashadigan, fikr almashtiradigan, lekin ma'lumot almashtiradigan, bilmaganni so'raydigan, bilganlar javob beradigan bir so'rin hozirlash maqsadida şu o'quv ta'lim tarbiya markazininki munbar sahifasini hozirladi. Mana bizlar keyingi vaqtlarda şu Facebook, WhatsApp to'plari biroz bizning zehnimizni egalladi. Ammo bular tez uchur almashtirishga qulay bo'lsa-ma, nima uchundir qanday bo'lyapti halaqi ketgan ma'lumotlarninki keyin topqilinmaslik, axlat ma'lumotlarninki ko'p bo'lishi, etimsizlik bu bizning zehnimizni xo'ritib bir xil deymiz endi vaqtimizni favqulodda isrof qilyapti. Shunga biz shu o'quvchilarimizga xos bu hozirgi men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan video o'quvchilarimizga xos bir ish. Ya'ni deymiz biz bu qatim internetda nah maydonda dars boshlagan vaqtda 40-50-60 o'quvchi sinfimizga kirgan bo'ldi. Umumiy xizmat qilgan 95 dan eshigi hozir. Shundan es qildikki, o'rtada diniy o'quvchilarningki o'ziga mos bir muhitga, favqulodda pokiz muhitga ehtiyoji bor. Biz shuni ko'z tutib bir munbar sahifasi hozirladik. Ko'ngildek o'quv ta'lim tarbiya markazininki munbar sahifasi. Munbar sahifasini hammadan ko'ralaydi. Ammo biz hozirligimiz bizga xos shu diniy o'quvchilarga xos bo'lgan bir munbar sahifasi. Yana ko'rsanglar hozir sizlar qarasanglar, kirsanlar buni ko'ralaysizlar. Lekin biz buningdan maxsus o'quvchilarga xos bir sahifa ochdik. Normalda o'quvchi emaslar qanday qilolmaydigan, ko'rolmaydigan, faqat o'quvchi bo'lganlar ko'ralaydigan bir sahifa hozirladik. Buning uchun munbarga qanday tizimlatish, qanday olib bundan foydalanish haqida hozir men sizlarga bir nima shaklda video shaklida bir tushuntirish beraman. Avval munbarga tizimlasizlar, telefon tizimlasangiz bo'ladi. Kompüter tizimlasanlar bo'ladi. Tizimlatish ya'ni bu. Tizimlatish deganni bosgandan keyin, avval buni bosishdan ilgari sizlar to'g'ri munbarga bir sog'lom bir shaklda kirishinglar kerak. Masalan, o'quv chiqit bizni bosgandan keyin o'quv to'rininki bosh beti ochiladi. Başbat açılgandan keyin munbar degan turini tanlaysizlar. Munbar açıladi. Munbar açılgan shakli bu. Ondan keyin tizimlatish degan knopkani bossizlar. Qarasanglar tizimlatishning shartlari bor. Bu shartlarga qo'shilaman degan turini bosgandan keyin tizimlatilgan o'rin chiqadi. Masalan, bu yerga tizimlatmoqchi bo'lsanglar azda 3 harf, yuqorisida 30 harfgacha bir ism yozasizlar. Masalan, men har o'quvchi tizimlatgan vaqtda shu bizning darsxonaga kelgan ism bilan tizimlatish kerak. Masalan, men bir chi deb tizimlatdim masalan. Undan keyin bu yerga shu o'quvchi menga oid bo'lgan ilxatni yozaman. İlxat bek muhim, çünkü biz bazı uçurlarını ilxat orqali icra qilishimiz mumkin. Ondan keyin bu yerga parol ketadi. Birinchi qatim parolni kirgizdik. Ikkinchi qatimmi kirgizdik. Ikki parol o'xshash bo'lishi kerak. Til çoqum İngilizce, Arapçadan ikki xil til var. Siz çoqum Arapçadan tanlashingiz kerak, chunki bizning munbarning Uyg'urcha tilini biz Arapçadan tarjima qilgan bo'lg'achqa, shu ashta tanlanishga majbur.
Ondan keyin dünya vaqtini İstanbulda Türkiye'de turayotganlar şu dünya vaqti 3 pilos. Muşun tanlasanlar buludu. Ondan başka nurgun dünya vaqti var. Üzerine dünyanın nerede olsanlar eşeğinin vaxtını tanlasanlar buludu. İstanbul'dan ki pilos 3. Mani bilöyle onlar. Ondan keyin turayotgan rayonlar ne olsa tanlasanlar buludu. İstanbul turayotganlar Avrupa İstanbul'un tanlasanlar buludu. Başka rayonda turayotganlar olsa başka rayonda tanlasanlar buludu. Nurgun yava qarasanlar buludu. Üzerine halgan cayını tanlasanlar buludu. Mesela Asya, Riyaz, Asya, Katar, Asya, Kuveyt, Bağdat, Dar es Salaam degandek hem yer var. Avrupa İstanbul tanlaslar. Bu ya 5'ki 5'ni qossa qancha bu yerda faqat sizlar 5'ki 5'ni qossa 10 oldu ya. Bu shuni esipirsizlar. Buni nima uchun qilamiz desanglar, to'g'rida hakkerlar var. Bir sistem orqali bütün tizimlantiradigan bekatlarga avtomatik tizimlantirib qalaymagan qiladigan. Shuni oldin olish uchun, chunki mashina 5'ki 5'ni qossa 10'liqini bilmaydi. Lekin xatni ham o'qiy olmaydigan bo'lg'achqa biz shuni oldin ele qilamiz. Bularni to'ldirib bo'lgandan keyin yo'llashni basamiz. Tizimlat qilganingizga rahmat, hisobotingiz qurildi. Endi ishlatuvchi nomingiz va parolingiz bilan tizimlat qilaysiz dedi. Kirish degan yerni bosib, bayatgan tizimlatgan o'quvchi ega bayatdan kirgizgan parolni kirgizamiz. Saqlashni desangiz ikkinchi qatim kirishni talab qilmaydi. Xato bo'lib qoldi. Agar to'g'ri bo'lmay qolgan bo'lsa, ashta bo'ladi. Xato bo'lmaslik kerak. O'quvchi ondan keyin parol saqlash kirish. Mana tizimlab kirib bo'ldik. O'quvchi degan shaklda. Kirib tunji qiladigan ishimiz mush yerdan arxivimizni boshquramiz. Yani arxivimizni bir turg'izamiz avval. Masalan, bütün tafsilotlar mush yerda bor. Lozimli yerni to'ldirsak bo'ladi. Masalan, arxiv desak, arxivga kirdik. Bu yerdan o'zingizning to'ldirayotgan yerini to'ldirsanlar bo'ladi, to'ldirmasanlar bo'ladi. Ammo ma'lumot aniq bo'lsin desanglar, tor bekitinglar, Facebook adresinglar, Twitter, Skype, YouTube degandek andakin o'zingizning imzosini qo'ya olasizlar. Har qanday yo'llagan temanglarda imzo bilib chiqadi. Ma o'rindan ma bekat o'zi avtomatik tanishadigan bosh surat. Buni o'zingizning bosh suratiga almashib olasizlar. Mana mayerning kompyuterning ichidan bosh surat chiqarsanglar bo'ladi. Başka hisobotlarni masalan o'quvchi buni email bu parolni mayerdan almashtirishlar masalanchi almashtirish to'g'ri kelib qolsa, kirgan vaqtda saqlash iqtidorini boshqarish bu yerdan o'zingizlar xohlagan bir shaklda ishni qila olasizlar. Kirish ochqish degandek narsalar bor. Bekat mailligi masalan boshqalar sizga ilxat avatalsunmi yo'qmi desa, ha yo'q. Boshqaruvchining ushbu yo'llasini yo'qmi, ha yo'q. İşleticiler başka etraftaki a'zolar sizga ushbu yo'llasini ha yo'q. Til, vaqt, yana shu kun masalan, soat shakli, soatning shakli. Mashta bir tam şey. Ondan keyin xatning shakli desa, munbar biroz kichik ko'nab qolgan bo'lsa xat shakli, ya'ni ha qilib tanlab, ya'ni ha qilib tanlab, masalan 120 munbarning cho'nliqini bunda tanishib olsangiz bo'ldi. Munbar yo'g'onaydi shuni bilan. Agar xat shakli qilganlar, xat shakli hozir yo'g'onadi. Agar kichikroq ishlataman desanglar, 110 ga tanishsanglar bo'ladi. Asli munbar avtomatik holatda kichik tanishaydi, o'zingizlar xalab cho'ngayta olasizlar. Ondan keyin xususiy uchurlarni to'ldirsanglar bo'ldi, to'ldirmasanglar bo'ladi. O'zingizning qaysi guruhga tabi ekanligini hozircha sizlar hozir a'zolik salohiyatinglar ikki guruhga kira olasizlar. Yana a'zolar yoki alohida a'zolar. Normal a'zolarda. Ammo sizning kemakchi o'g'linglar bu. Lekin bu yerga kirolmaysizlar. Bu yerga kirolmaysizlar. Qanday qilasizlar desanglar, shu
boshqaruvchi bilan aloqalashib, sizni mushu diniy o'quvchi degan sahifaga kirgizib qo'yishni so'raysizlar. Ma ikki a'zolarga bu sahifaga kirish ixtiyoring bor, ammo bu sizlarga nisbatan muhim emas. Ammo diniy o'quvchi muhim, chunki biz hozir shuning uchun hozirlayapmiz ya. Diniy o'quvchi sahifasiga kirish salohiyating yo'q, chunki yangi xizmatdanglar. Qana qilasizlar? Sizlar boshqaruvchi bilan aloqalashasizlar. Aloqalashib, sizlarni qitib qo'yishni talab qilasizlar, undan keyin kira olasizlar-da. Guruhlarni tahrirlash huquqinglar bo'lmaydi. Chunki boshliq qo'yganda qilindi. Undan keyin bu yerga do'st shu munbarning ichidagi o'quvchilaringizniki va sizlarni bearam qilgan raqib deb tarjima qilib qo'yibdi. Ya'ni bearam qilsa, mishak kirgizib qo'ysanglar, munbarda hech kim sizlarni bearam qilolmaydi, do'stlarni boshqarish. Shuning bilan bu munbarda tafsiliy qiladigan ishlar paydo bo'ldi. Lekin hozir qadar bu tizimotgan o'quvchiga ko'rinmadi. Mana mayada aslida mushu diniy o'quvchilar rayoni deganning ostida maxsus diniy o'quvchilar deydigan bir yer ko'rinishi kerak aslida. Men bu o'quvchini diniy o'quvchi qatoriga kirgizib bo'lgandan keyin andakin bu o'quvchininki ahvoli ko'rinadi. Ya'ni boshqa o'quvchilar aloqalashib, siz o'zingizning salohiyatini, o'quvchi ekanligingizni mushu o'quv tarbiya markazida ekanligini bo'lgandan keyin boshqa o'quvchilar sizni o'quvchi holatiga kelib qo'yadi. Shundan keyin sizning rangingiz nima holatda bo'ladi? Ya'ni o'quvchiga berilgan rang bu. Sizning shu vaqtida ma sahifa boshqa vaqtda ochilmagan sahifa endi sizga ko'rinadi. Bu sahifani mushu o'quvchi salohiyatini olmagan har qanday odam ko'rmaydi, sirtdan ko'rmaydi. Shu bu aloqa faqat o'quvchilar bilan o'zaro bir-biridan ko'radigan aloqa. Bu shaklda o'zimizning aloqasini ta'lim tarbiya ishlariga munosabatlik o'zaro fikr almoqchi bo'lishni bu yerda qilsak bo'ladi. Undan keyin siz agar so'raydigan savolingiz yoki yo'llamoqchi bo'lgan o'quvchiga munosabatlik bir tema bo'lib qolsa, qanday yo'llaymiz desa, avval yo'llamoqchi bo'lgan temaning mazmunini bekitamiz. Bundan keyin bu tarafga yangi yo'llangan narsa chiqib turadi. Bu universal mazmun rayoni, universal mazmunlar rayoni. Bu yerga muvaffaq bir narsa bo'lib qolsa, har sahifaning o'zini yo'llaymiz. Lekin bizning hozirgi so'z temamiz o'quvchilar bo'lg'achqa, diniy o'quvchilar. Diniy o'quvchilarimiz o'zimizning darsiga munosabatli narsa yo'llamoqchi bo'lsak, diniy o'quvchilar maxsus sahifasiga kirib yo'llaymiz. Bu yerning yangi temani bosamiz. Yo'llamoqchi bo'lgan mazmunning temasini bu yerga yozamiz. Asosiy mazmunni bu yerga yozamiz. Men hozir bir tema yo'llamoqchi deb yozmoqchi bo'lsam, masalan, deb yo'llamoqchi bo'lsam, ustiga temasini yozaman. Masalan, ismini yozamiz. Yo'llamoqchi bo'lgan temamizning xat shaklini cho'ng, ziyoda cho'ng, kichik, kichik qilib tanlagan bo'ldi. Masalan, cho'ng tanlasak, xat shakli 150 bo'ldi. Ko'rib baqish deganni ko'rib baqsak, xatning shakli mana yerda ko'rinadi. Undan keyin xatning rangini o'zgartmoqchi bo'lsak, mana xatni tanlab olgandan keyin rangni bosamiz. Xalqar rangga o'zgartsak, rang kodi kiradi. Buni nisbatan erishib qolmaydi, ya'ni ko'rib baqsak bo'ldi bu yerdan. Mana yeşil rangga kirdi. Undan keyin buni batning o'tirib olmoqchi bo'lsak, ya'ni shu xatni tanlab olgandan keyin bu yana bossak, batning o'tirib ko'rib baqsak, batning o'tirib keldi. Rasm qisqarmoqchi bo'lsak agar, yo'llamoqchi bo'lgan temaga qo'shimcha hujjat degan o'rindan, hujjat qisqarish degan o'rindan nada rasm bo'lib qolsa, bu yerda rasm tanlab, masalan bu yerda rasmlarimiz bor ekan bizningki, mush rasmlardan bir tanlab chiqarmoqchi bo'lsak, masalan rasm chiqyapti. Chiqib bo'ldi. Nega qisqarmoqchi bo'lsak, mousni akilib shu yerga. Masalan, biz bu yerga qisqarmoqchi bo'lsak,
mouse'ning nur belgisini bir yerga kelgandan keyin yozuvni ichiga qistirish degandan boshlangan. Bu qistirildi. Kurab baqish ko'rsak, mana hozir bayatdan chiqargan resim bo'ldi. Yo'llagan temimizni yo'llamadik. Andan keyin videodan birini yo'llamoqchi biz bo'lsak, YouTube'dan video yo'llamoqchi bo'lsak, bu yerga bu knopkani bosamiz. Bu yerga yo'llamoqchi bo'lgan videoninki asli kodini tanlaymiz. Ko'pincha YouTube'dan yollaymiz, YouTube'dan. Bu yerga videoning adresini yollaymiz. İdxal ila risale bosgandan keyin bu yerga kiradi. Shuning bilan yo'llashni baslasak bir tema tutib chiqadi. Andan keyin biz tema yo'llab bo'lgandan keyin bu temani tahrirlamoqchi bo'lsak, bu yerni tahrirlaymiz. Bu. Endi savoqdoshlar o'zingizning arxivni tahrirlash, tema yo'llash ahvollari shu. Arxiv tahrirlashdan bosh resmingni o'zgartirasizlar. Arxivning boshqurish degandan ichida. Bayatın bu yerni ko'rsatib o'tdim. O'zingizning TV guruhini bu yerni belgilaysiz. Diniy o'quvchilar guruhiga TV, masalan, ikki guruhga a'zolar olasizlar, lekin diniy o'quvchilar guruhiga TV, ama boshqa mana shu qilsanglar bo'ladi. Qolgan yerlarni sizlarga ko'rsatdim. Inshaalloh hammalarga qutlug' tilayman. Bu orqali bizning diniy o'qish ishlarimiz qulaylik bo'lishini tilayman. Hammalarni Allohga topshirdim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.